qandaydir bir og'ir jarohat bor. Hozir takroriy lavhani ko'ramiz demak do'stlar. Mana o'sha zarba. Mana o'sha zarba. Menimcha zarba edi bu rostdan. Ha, albatta, albatta. Qonun qoida buzilmagan, bu rostdan ham zarba, shunchaki menimcha ko'zning o'sha qopqog'iga urilgan zarba bu juda og'riqli bo'ladi o'zi. Ya'ni yuqori qismiga emas, aynan ko'zning yumaloq qismiga zarba berilgan bo'lsa, qo'l kirib ketdi deb o'ylagan bo'lishi mumkin qirg'izistonlik jangchi. Lekin bunday bo'lmadi, hammasi qonun qoidaga rioya qilingan holda. Ha, aytib o'tgan edik. Birgina zarba jang taqdirini hal qilib qo'yishi mumkin. Va ana shu zarbani aynan hamyurtimiz ijrosida ko'rdik. Hozir demak minnatdorchilik va kerak bo'lsa uzr so'rab qo'ygan bo'lishi ajab emas. Bu albatta haqiqiy sportsmenlarga, haqiqiy sportchilarga xos bo'lgan harakatlar, ya'ni jangdan so'ng raqibga tashakkur bildirish. Hozir esa albatta Aziz Usmonovga sog'liq tilaymiz. Albatta bu sport, bu MMA va mana shunday jarohatlardan xoli emas. Demak, jang g'olibi rasman e'lon qilindi. Победу техническим нокаутом одержал Сурхандарев Виктор Шов.